Shu elektromotorimizni cho'lga olib chiqib, hozir nima to'g'ri kelsa, to'proq bo'lsa to'proq, qum bo'lsa qum, shag'al bo'lsa shag'al artib, ekskavator bilan artib sinab ko'rsatamiz. Videoni yo'qotib qo'ymang, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying, to'liq videoni oxirigacha ko'rib tomosha qiling. Men galan arkasında dedim o ekan. Olmasa kerakli. O'tgan gal akkumulyator artgan vaqtimizda akkumulyatorda orqasini artgansizlar, shuning uchun oldi ko'tarilgan degan kommentariylar yozgan akalarimiz bo'ldi. Shuning uchun men hozir karada yetmay qolgan joylarni to'liq to'ldirdik, mana zamandir ekanmiz, to'ldirib beryaptir. Yana haydar sizga shunda da oldini ko'tarib turibdi, shuni ko'rsataman. Bo'ldimi? Mana to'liq to'lib turibdi hozirda, to'liq. Balonda ko'rsatma. Ana ketdim men. Bu elektromotorimizni temirga tushunmagan odamlar bo'lsa, iloji boricha usta bilan kelishlarini tavsiya qilib qolamiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Yana podiumga da chiqarib ko'rsataman. Samandar, kelganman endi. Chiqolmay qolmayin endi. Oldi ko'tarilib ketib. Endi bundan yana chiqolmaymiz, lekin mana o'sha kelib temirga tiraldik. Biz zamonlar qanchalik baland ekanini o'zlaringiz ham ko'rib o'tirsizlar. O'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar. Endi kilitni o'chiramiz. Kilitni o'chirib tormoz bilan asta tushamiz. Tormozimiz ham orqa tormoz, oldi tormoz bo'lgandan keyin mana operator kelib yaxshilab olib ber. Oldi tormoz ham surib o'shab turibdi. Shuning hisobina bunday podiumda to'xtab turibdi. Bo'lmasa bunday podiumda to'xtalmaydi. Endi yo'roqda turamiz, men tormozni berib tushiraman podiumning qanchaligini bilish uchun. Astay beramiz buni. Berdi mana qancha podium borligini bilib olinglar. Ana u qumni ko'rsat, qumni oyoqtingda, qumni shu yerdan bosaman hozir buni. Ketdim mana qumdan. Endi buni boshqacha endi qanday sinov qilib ko'rsatik buni shundan boshqa. Bu elektromotorimiz mana o'zini obzor qilaylik ozgina. Ramlari qo'sha rama bo'ladi. Mana orqadan kelgan, oldinda rama kelib mana o'ta baquvvat bo'ladi eldan. Hech qanday sinib qolish, tushib qolish muammolari yo'q. Konteyner bord. Mana sinmaydi. Motor miyasi 2000 bo'ladi, 2000. Hech qanday yukingizni tortishda muammo chiqarmaydi, sinmaydi, kuymaydi, reduktorlar ham o'ta baquvvat bo'ladi. Oldining tormozlar ham gitkiz tormoz bilan. Bu elektromotorimizning narxi 16 million 500 ming so'm. Bunday elektromotorlarni Fobor savdo markazidan topsangiz bo'ladi.